Assalomu alaykum hurmatli Chorva savdosi kanal podpischilari. Mana bugun 2026-yil 3-may, Xudo xolasa Izboskan tumani Magir qishlog'ida Abduqor akam fermasiga kelganmiz. Bir chekkadan shu mollarni obzorini qilib beramiz. Hammasi sotiladi, Xudo xolasa. Xo'p, Azizbek, mana shu mol haqida bir ma'lumotlari bo'lsa bering. Mol aka qisir ekan. Hop. 26 million kam bor deyapti. Qisir 26 million kam bor deyapti. Qani mollarni yaqindan bir olaylikchi. Mana molni orqa tomonlari. Hozir sigir qo'yasizmi ekan. Egasi aynan. Olasa yemlab yuborsa ham bo'laveradi o'zi. E'tibor mol aka. Buni aka sigir bolasi ekan. Ha. Ikkoviga jufachni o'rinlayapti. 55 million deyapti. Osmonga ham bor deyapti. Ikkoviga. Enasi bilan molasiga. Ena bola. Ena bolaga 55 million kam bor deyapti. Sigir doling chiroylilarga suti ham bor. Xo'p, ha. Necha litr suti bor? Ha, beraveradi 5-6 taga. 12 ta sut beradimi? Mana yelinlari 12 litr sut berar ekan. Bolasi mana nihoyatda zo'r. 7 oylik dedingizmi bolasi? Bunisi-chi? Bu 23 million ekan. Ozgina kam bor ekan bu ham. Bu ham qisir. Bu bo'g'az. Bo'g'azmi bu? Necha oylik bo'g'az bu? 3 oy atrofida bo'g'oz ekan, mana shu. Mana sigir qilib olaman deganlariga. Necha pul dedingiz? 23. 23 million deyapti. Kami bor, hammasini kelishadigan joyi bor. Bunisi necha pul aka? Bunisi 10-chamiz. 13,5 ozgina kami bor. 13,5 ozgina kam bor ekan buni. Mana orqa tomonlaridan. Mana hamma mollar, shu mollarimiz Xudo xolasa chiroyli, mana yaxshi boqilgan mollar, eti bor. Enasi ozgina flot yeydi, enasini yemadi, ekmadi. Xo'p. Mol qilaman deganlarga zo'r ekan-da. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Aka nomeringizni aytib o'ring. 91lik. 91lik 608 9806. Abduqor aka ismi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Mana shu mollarning hammasi sotiladi. E'tiboshi bor, yeb ichishiga javob. Chiroyli mana sigir qilaman deganlar. Dehqondan bu. Dehqonda o'zidan mana mollar. Bemalol kelishib gaplashib savdo qilsanglar bo'laveradi.